Ekologiyani ham, changni ham har tomonlama, chang allergiyasi borlar ham oddiygina qo'zmaydan 50 ming, 40 ming so'mga olib oladi, bo'ldi. Bag'i yangi yil ham kelyapti. Xohlasa, ha. Bonuslarni qilib beramiz. Bonuslarni qilib, bomba qilib chiqarib beramiz, xohlasa. Qampalari kattalashgan varianti. Kattalashgan varianti 52 ga 52. Bu narxda sotilyapti, lekin haqiqatmi, yo'qmi deb ishonch hosil qila olmayotganlarga hozir mana yukimiz dastavka bo'lib chiqib ketyapti. Rabilkani yuragidan bittasi bu ham. Mana pichog'i. Pichog'i bu xo'p kuydirilgan, o'sha mana segment deyiladimi? Segment, ha. Yil trendi mana shu bo'lyapti. Shunday. Mana shu trendda masalan o'zi mana 6 lik bilan ham 4 lik bir xilda-da. Ha, bemalol raqobatdosh. Skidga qilib berasiz. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta paytdan foydalanadigan joyda biz like bosdik, kommentariya yozdik. Albatta bizga narxidan 100 ming so'm tushib bering deyishga haqqingiz bor albatta. Dastavkalarni albatta aytdik. Vodiyga bir kunda, Voha yoki o'sha Peravaldan u yog'iga bo'lsa 3 kunda yetib boryapti. Yorma holatdagisini ko'rishimiz mumkin, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qaynatib mol qo'ylaringizga bersangiz buni. Endi hamma chorvador akalarimiz drabilka olishlari mumkin. Qanday drabilka deydigan bo'lsangiz, mana ko'rishingiz mumkin. Olov brend ostida chiqayotgan drabilka narxlari har doim chiqarilayotgan drabilkalardan anchagina arzon. Boshqa videolarga o'tib qidirishingiz shart emas. Mana shu yerdan to'xtab, hozir sizlarga to'liq ma'lumotlarni beradi. Narxini boshidan aytaman. 1,5 million so'mdan 3 million so'mgacha drabilkalar bor. Ya'ni qo'l quruq tanlamaydigan universal drabilkalarni ishlab chiqarish zavodiga kelganmiz. Olov brendida hozir to'liq ma'lumotlarni Omadjon do'stimiz o'zlari beradi. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Ishlab olyaptimi? Restoran kelib olaymi? Zo'r rahmat. Narxiga maza qilyapman. Xalqimiz uchun juda ham chiroyli narxlarda qilib qo'ygansiz. Xudo xolasa. Xo'p, narxlarini, ishlash jarayonlarini, keyin qanday qulayliklar bor, shularni bugun hurmatli kuzatuvchilarimizga tushuntirib beramiz bo'lmasam. Bo'ldi, Xudo xolasa, videoni kuzatib tursin. Aynan siz obunachilaringiz uchun bugun nima bo'ladi? Bag'i yangi yil ham kelyapti. Xudo xolasa, ha. Bonuslarni qilib beramiz. Bonuslarni qilib, bomba qilib chiqarib beramiz, Xudo xolasa. Chiroyli qilib. Menda kayfiyat zo'r, hurmatli kuzatuvchilar. Albatta kayfiyat ko'tarib olishlaring mumkin. Boshqa drabilkalarni ko'rgan bo'lsalaring, narxini qimmat aytgan bo'lsa, Olov brendida har doimgidek arzon va aksiyalar bilan chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Keling bo'lmasa ma'lumotlarni bitta berib o'taylik. Xo'p, birinchi bo'lsa ma'lumotlarni berib o'tamiz, qulayligini. O'zi bu yaqinroq olib kelib ko'rsatib o'ring. Nima bo'ladi? Bir qator fon hozir qulayliklarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Eng qizig'i nima bo'ladi? Boshlanishi nima qulayligi bemalol bittasini shuni tagida birinchi o'rinda g'ildiragi bor, baloni bor, bemalol masofadan. Yosh katta otaxon yoki onaxonlarimizga drabilkani oyoqlari bor, bemalol sudrab ishlatsa bo'laveradi. Bu birinchi qulaylik. Masofadan masofaga bemalol yetalasa bo'ladi. Yana keyin juda ham zo'r. Buni yana bir qulayligi nima desa bo'ladi? Yosh katta otaxonlarga, yosh nima desa bo'ladi? Buni qo'shni kulib so'ra, oqtarib yurmay buni setkasi. Mana ular bo'shatishadi. Bo'shatishadi, setkasi shuni yonboshdan tushiradi o'shini. Mana. Osongina. Kuzatuvchilar ko'ryapsizlarmi? Osongina yonboshdan. Setkasi solinadi, olinadi, bo'ldi. Osongina. Hech qanday bir ortiqcha harakatlar yoki kulishlarsiz bemalol ishlatsak bo'laveradi. Xo'p, motorlari haqida ham qisqacha. Endi motorlari, pichoqlarini hozir bir qator ko'rsatib, alohida mana bu yoqqa qo'yib qo'yganmiz. Hozir buni eng nimasi bo'ladi? Katta vipskasi. Katta vipska. Qampalari kattalashgan varianti. Kattalashgan varianti 52 ga 52. Kattalashgan varianti. Bemalol mana yana keyin eng qizig'i bori, hozir juda ko'pchilik aytayapti, betga chang urib yuboryapti. Changga allergiyasi ko'pda hozirgi paytda. Betga chang urib yuboryapti. Buni havo to'sqichlab qo'yilgan. Mana. Vakuum. Vakuum havo to'sqichlab betga changni urmaydi. Chiqarmaydi, faqat ichkariga tortadi, bu yoqdan chiqaradi. Ichiga tortadi. Yana keyin, xo'p. Hozir ham kattalashgan varianti. Kattalashgan varianti. O'tgan safargidan kattalashgan o'zlari. O'tgan safargidan kattalashgan varianti. Juda ham zo'r. Xo'p, endi bo'lmasa drabilkamiz korpusini tushuntirib o'tildi. Endi bir yoqda motorlarini, pichoqlarini, setkalarni bir qator tushuntirib o'tamiz. Qo'shib berilaring. Komplektda ko'rishimiz mumkin. 4 ta setka ekan. Drabilkamiz yetib borganda nima qabul qilib oladi. Xo'p, zaslonka qoplog'ini qabul qilib oladi. Xo'p, 4 xil nasatka. 4 xil nasatka. Endi ekil hashak uchun, ekil don uchun. Shunday. Bunisi o'sha mol bopi, qo'y bopi, yorma holatda
kepay holatda keltiradi. Oho, setkasining qalinligini qarang. Setkalari ham qalin. Setkalari juda ham qalin. Setkalari ko'p joylarda ko'rishimiz mumkin. Setkalar yuqa bo'ladi. Makkani mardagi bilan chiqarsa, setkani qiyshaytirib, shunday chiqarib olish qiyin bo'ladi. Bunda bunday emas, qalin. Xo'p, endi buni pichog'ini ko'rsataylik. Eng nimasi bo'ladi? Eng asosiy joyi pichog'i. Yuragidan bittasi bu ham. Mana pichog'i. Pichog'i bu. Xo'p, kuydirilgan, o'sha mana segment deyiladi. Segment. Kuydirilgan, haqiqiy original. Buni yupqasi ham bo'ladi-da. Yupqasi ham bo'ladi. Yupqasi ham bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Lekin qalinidan o'sha kuydirilgan germanskiy pichoq. Xo'p, yana keyin malatoylari ham bor ekan. Malatoylari ham bor mana. Malatoylari. Buni qalinligini qarang. Buni nechilik bu? 12 lik bo'ladi. 12 lik qalin bo'ladi. Mahaviy bo'ladi, zavodskoy mahaviy bo'ladi. Zavodskoy mahaviy bo'ladi, quyma bo'ladi. Hali Jiguli mahaviy deyapti. Jiguli mahaviyni ham o'rtasiga o'q tayyorlab qo'yishadi. Lekin bu zavodskoy mahaviy. Mana svarka tegmagan, svarka tegmagan. Ishonchlisida, to'g'rimi? Shunday, svarka tegmagan, balanslari ham 0 ga chiqadi. 0 ga chiqadi, juda ham zo'r. Xo'p, yana keyin motorlari. Motorlarni bitta ko'rsatib o'tsak. Motorlari. Xo'p. 4 kilovatli motorimiz bor. Original. Necha yoziladi? Original 4 kilovat. 4 kilovat. Hozir 4 kilovatli original motorimiz. O'zida himoya zashniylari necha karra? 2 karraga bo'ladimi bular? Ha, 2 karra. Bitta avtomat zashni qo'yib beriladi, keyin o'zini himoya zashniga. Keyin yana bitta narsani kommentariylarda o'qib qolyapman, haligi don mahsulotlarni chiqarayotganda motorim, drabilkam o'zidan o'zi o'chyapti deyishyapti. Shunday. Keyin tok bor kabelda, yoqsam yonmayapti deydi. O'sha narsani mana uni bosib qo'yish kerak. Albatta. Juda ko'pchilik aytayapti, razvedkaga suqliq turyapti, o'zidan ishlamay qoldi deyapti. Shuni mashasini, shunday yo bu yoqda bo'ladi, yo bu yoqda bo'ladi. Tepada bo'ladi. Yo bu yoqda, yo bu yoqda bo'ladi. O'zini zashni kulchatirib bo'ladi. O'zini himoya qilib oladi motor. O'shani bitta bosib qo'ysa, yana qayta ishlab ketaveradi. Xo'p, 4 kilovatli. Xo'p, yana keyin bu o'sha 6 ligi bor. 6,5 yozilgan. 6 ligi bor. Bunda ham o'sha zashni kulchatirlari bor. Zashni kulchatirlari bor. Endi nima desa bo'ladi? Eng xadovoy ketayotgan apparatimiz mana shu 4 likdan qo'yib beryapmiz. 4 lik mahaviylik qilib chiqarib beryapmiz. Endi hozirgi kunda chorvador akalarimizga yoqayotgan eng xadovoy, yil trendi mana shu bo'lyapti. Shunday. Mana shu trendda masalan o'zing mana 6 lik bilan ham 4 lik bir xilda-da. Ha, bemalol raqobatdosh ekan. Raqobat bir xilda. Xo'p, endi nima desa bo'ladi? Mana shu 4 kilovatli, mana shu drabilkamizda turibdi. 4 kilovatli eng katta yukga drabilkamizda turibdi. Mana shu pichoq 4 kilovatli. Endi buni nima desa bo'ladi? Eng qizig'i xalqimizga hozirgi kunda drabilka juda ko'p. Juda ham ko'p to'g'ri. Birinchi o'rinda sifati, narxi bo'lib qolgan. Birinchi o'rinda sifati, narxi. Xudo xohlasa sifatiga garantiyalarni beriladi. Garantiyasi 1 oy motorga sinov muddat beriladi. 1 oy garantiyasi bor. Garantiyasi o'zi motor sotib olayotganimizda garantiya yo'q, berilmaydi. Lekin 1 oy nimadir bo'lib qolsa, 1 oyning ichida servis xizmatini almashtirib berishmi har tomoniga yurilaveradi. Hamma yog'i bor. Korpus qismiga 6 oy yuradi. 6 oy garantiyasi bor. Hurmatli kuzatuvchilar, shu yerga albatta omad usta deb yozib qo'ymasalaring bo'lmaydi. Albatta sizga motivatsiya bo'ladi bu so'zlar. Qandaydir chiroyli, yaxshi so'zlarni albatta yozib qo'yaverasizlar. Bir donadan nima desa bo'ladi, like bosib, kommentariyani yozib kommentariylarni to'ldirib qo'yaverasizlar. Usta akamiz albatta yana xalqimiz uchun, ya'ni sizlar uchun foydali ma'lumotlarni, mana shunday drabilkalarni yaratib taqdim etaverasiz, xudo xolasa. Endi narxi, eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsak, mana shu mahaviyli 4 kilovatli motorimizni 2 million 200 ming so'mdan chiqardik. 2 million 200 ming so'mdan chiqadi. 2 million 200 ming so'mdan chiqadi. Buni 2,5 milliondan sotishyapti. Lekin optim narxda 2 million 200 ming so'mdan sizni obunalaringiz uchun 2 million 200 ming so'mdan chiqarib beryapti. Faqatgina joyimizdan chiqayotgan narxi dastavkasiga kelishilgan holatda qo'shilib bo'ladi. Juda ham zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yer hech qanaqa olib sotadigan joy emas. Bu yer o'zlarining sexlari bor, ya'ni ishlab chiqarish sex. Bu yer birinchi qo'l optimdan mana shu yerdan chiqadi. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, chiqarib berishaveradi. Bundan tashqari mishalka deydimi, nima bo'lsa albatta yasab berilaveradi. 3 fazali apparatimiz hammasidan bor. Zakazga qarab bor. Endi nima bo'lsa, hozir qishloq sharoitga eng xadovoy ketayotgan shunisi ketyapti. Yana bitta narsani aytib o'taylik. Xo'p.
o'sha 2 ming so'mlik apparatimiz 4 kilovatli alyumin odmotka bo'ladi. Alyumin odmotka bo'ladi. Hozir juda ko'p joyga beryapmiz alyumin odmotka. Nimaga desangiz, to'k past. Kunida to'k pastlab ketyapti. To'k past joylarga alyumin tavsiya qilamiz. Agar to'kingiz haqiqatan transformatorda oldida to'kingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mis odmotkani tavsiya qilamiz. Juda ham. Mis odmotkamizga 300 ming so'm qo'shilib bo'ladi. 300 ming so'm qo'shiladi. 2,5 million so'm bo'ladi. 2,5 million so'm bo'ladi. Faqatgina joyimizdan chiqayotgan narxi. Faqatgina joyimizdan. Endi nimasi bo'ladi? Mana shu bittadan like bosib, kommentariya yozib qo'yishsa, mana shu sizni obunachilaringizga shu 2 million 200 ming so'm chiqayotgan drabilkamizni har bitta insonga like bosib, kommentariya yozib, mana shu drabilkamizdan bir donadan olishsa, har bitta insonga 100 ming so'mdan skidka qilib beriladi. Skidka qilib berasiz. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta paytdan foydalanadigan joyda biz like bosdik, kommentariya yozdik. Albatta bizga narxidan 100 ming so'm tushib bering deyishga haqqingiz bor albatta, xudo xolasa. Kelishib bo'linadi, narxi kelishib bo'lingandan keyin o'sha 2 million 200 ming so'm skidkasiga 100 ming o'tib bering deyishaveradi. Voy, gap so'z yo'q, juda ham zo'r. 2 million 100 ming so'mdan 2 million 100 ming so'mdan chiqarib beramiz. Juda ham zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, mis kuyib qoladi, alyumin kuyib qoladi, mislik yaxshi deydiganlar, albatta to'kni to'g'ri tanlasangiz, ikkovini ham xizmat qilish muddati bir xil, to'g'rimi? Shunday, faqat to'g'ri tanlov qilish kerak motorda. Juda ham zo'r. Endi yana bir turi bor. Buni masalan nimasi bo'ladi? Hozir nariga yana bitta mana mo'la kattaroq motori bor. Bularni ham bitta ko'rsatamiz. Bu haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz sizlarga. Buni motori o'sha 6 lik bo'ladi, lekin pichog'i umuman boshqa bo'ladi buni. Qanaqa bo'ladi? Pichog'i boshqacha bo'ladi, vakuumli o'ziga tortib ishlaydi. Ichga qaralgan, tashqariga qaratilgan. Tayda ham pichoqlari bor. Juda ham zo'r. Pichoqlari bor. Motorlari ham baquvvat bo'ladi. Kattaroq vipiskasi bu endi. Buni narxi qancha chiqadi? Bemalol nimasi bo'ladi? Motorlari ham original motor bo'ladi. Buni hamma yo'q bir xilda, faqat pichog'i motori boshqacha bo'ladi. Buni narxi 2,5 million so'm. 2,5 million so'm chiqadi. Buni narxi 2,5 million so'm chiqadi. Skidka qilib beramizmi bunga albatta? Bundan ham skidka qilib beramiz albatta. Voy, gap so'z yo'q, juda ham zo'r. 100 ming so'mdan har bitta drabilkamizdan 100 ming so'mdan olayotgan insonimizga skidka qilib beriladi. Gap so'z yo'q, hurmatli kuzatuvchilar, paytdan foydalanadigan joyda endi eng qiziq joyda ishlatishlarini ko'rsatib beramiz, bo'lmasa. Ishlatib, don mahsulot, o't mahsulot hamma narsani chiqarib sinovdan o'tkazib beramiz. Bo'ldi, gap so'z yo'q, bo'lmasam hozir bitta sizlarga ishlash jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Yana bitta yangilik, lifehack desak ham bo'ladi. Changga allergiyan bor deydigan akalarimizga Omadjon akamiz mana bunday narsani tavsiya qilasiz, to'g'rimi? Bu nimasi bo'ladi? Ekologiyani ham, changni ham har tomonlama, chang allergiyasi borlar ham oddiygina qo'zmaydan 50 ming, 40 ming so'mga olib oladi, bo'ldi. Ishi bitadi. Ish qilaveradi. Bu yirtilib qoladi deydiganlarga mana aytini sal ichkariroqqa tortib chiqarilsa bo'ldi. Bemalol ishlatib chiqaraveradi buni. Juda ham zo'r. Birinchi nimalardan chiqarib ko'rsatib beramiz? Xo'p, birinchi o't mahsulot, don mahsulotlar chiqarib ko'rsatib beramiz. Endi bunda birinchi somonni chiqarib beramiz. Mana bunda. Nimasi bo'l, changimaydi. Mana shunga somonni chiqarib ko'rsatib beramiz. Keyin don mahsulotlar chiqaramiz. Don mahsulot, so'taliklar bor. Don mahsulotlarni chiqarib ko'rsatib beramiz. Don mahsuloti, ya'ni Makkani mardagi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bo'lsa bug'doy. Mardaylar ham nimasi bo'l, qurigan qattiq mardaylar. Bemalol. Qaqshab yotgan. Yo'qda bug'doyni chiqarib ko'rsatib beramiz, chiroyli qilib. Bunda yorma holatda chiqaramiz, bunda kepak holatda keladi. Juda ham zo'r. Necha pullik drabilkalar o'shanda? Bular monisi o'sha 2 million 100 ming so'mligi, bunisi 2,5 million so'm har xil. Hozir aralash. Hammasi assortiment terilgan. Juda ham zo'r. Setkalarni vaqtdan yutish uchun hozir tayyor qilib setkalarni solib ko'rsatib qo'yganmiz. Mana edi o'zi setkalar yonboshdan solingan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi. Keling birinchi xashakni chiqarib ko'rsatib bersak. Xo'p, endi somonni chiqarib ko'rsatib beramiz bir qator, maylimi? Xo'p, bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta like bosib turinglar. Sizlar uchun albatta somonlarni chiqarib ko'rsatib beramiz. Sal ishvasinmi? Ha, sal ishvasin. Ozgina ishvasin. Chiqaraverdik-a bo'lmasa. Ishganni ko'ryapsizlarmi, hurmatli kuzatuvchilar? Bo'ldi, bosamiz. Qani 1 gram chang yo'q. Chiqarishini qarang buni.
Salafanni yoni chiqib ketdi. Bu hech qanday yirtilgani yo'q. Prosta ipdan baylangan joydan chiqib ketdi. Endi buni bir qator bitta mayinligini ko'rsatib qo'yaylik. Yaqinroq keling, salafanni ostidan agar ko'rinayotgan bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, mana eng yirik setkasida bu. Eng yirik molbob setkasida. Eng yirik setkasida bu. Bo'l, qo'ybobda ham bitta ko'rsatib beramiz. Qo'ybobda endi masalan hozir poyani ham chiqaramiz, buni salafanimizni olib qo'yaveramiz. Hozir ba'da o'zini chiqarib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, payani birinchi ko'rsatamiz, buni olib birinchi poyani ko'rsatib bersak. Bu xudo xolasa qo'li quruq tanlanmaydi. Masalan, yozgi kunlarda slyuz qilinadi, slyuz sezoni. Shunday. Chiqaraveradi. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Mana buni ham mayinligini bitta ko'rsatib qo'ying, mana aytgan olsa mayin tomoni mana. Mana tagiga tushdi-da birinchi mayini. Molga ham beraverasiz bemalol. Xo'p, endi poyani chiqarib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Poyani ham setkasidan chiqarib beramiz. Uncha-munchasi setkasidan chiqarib beramiz. Chiqarganini qarang buni. Bo'ldi. Voy, buni chiqarganini qaranglar, hurmatli kuzatuvchilar. Setkasi bilan uncha-munchaga tiqilish bo'lgan yo'q. Setkasini qarang. Molingizga buni beradigan bo'lsangizmi, molingiz siz duo qilib edi. Juda ham zo'r chiqargani. Omonjon aka, setkasiz holatda chiqarsa ham bo'ladi. Juda ham zo'r. Bundan mayin setkasini ham qo'yib olsa bo'laveradi. Xo'p, endi somonimizni qo'ybobini bitta ko'rsatib beraylik endi. Bo'ldi, qo'ybobini bitta ko'ramiz hozir. Setkasini olib tashlab, setkasini ham olinishini ko'ryapsizlar. Olindi, qo'yildi. Xo'p, endi 20 sekunddan vaqt ketgan yo'q. Bo'ladi. Kuzatuvchilar bilasizlar, qo'y eng mayinidan yeydi. Qo'y hech qanaqasiga tiqilib qolmaydi. Rosa qo'yga mos tushadigan setkada chiqarildi. Razmerini ham qarang, gugurt cho'pini yarimidan ham kichkina holatda chiqarib tashladi. Semichka nima desa bo'ladi? Semichka po'choq. Semichka po'choq. Qor parcha. Juda ham zo'r. Endi don mahsulotlarini bitta chiqarib birinchi sotali makkamizni chiqarib beraylik. Aha, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Eng qattiq mahsulotlarni chiqarib ko'rsatib beramiz. Bo'ladi, onajon aka. Yorma holatdagisini ko'rishimiz mumkin, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qaynatib mol qo'ylaringizga bersangiz buni. Yirik ish maza bo'ladi. Bug'doyimizni. Aha. Kepak holatdagisi bo'ladi. Albatta ichida don turganda 1 minut aylanib turish kerak. Tozalab olish kerak. Ozgina turish kerak. Aha, juda ham zo'r. Yaqinroq olib kelib ko'rsating. Uni qarang, mol qo'ylaringizni masalan terit qilib beradigan bo'lsangiz, sachib bersangiz bu mollaringizni go'ngada hech qanaqa kepak holatda nushqut bo'lib chiqib ketmaydi. Bemalol hazmlanib molingizni tanasiga yuqadi. Juda ham zo'r. Xo'p. Dastavkalarni albatta aytdik. Vodiyga bir kunda, Voha yoki o'sha Peravaldan u yog'iga bo'lsa 3 kunda yetib boradi. Xorazm Qoraqalpoqqacha. Ularga ham xudo xolasa 4 kun 5 kunda chiqarib beriladi. 4 kun 5 kunda yetib boradi. Narxlari o'sha doimgidek joyimizdan chiqayotgan narxi joyiga qarab
qo'shilib qoladi. Narxi o'sha nima bo'ladi? Dastlabki xizmatiga kelishilgan holatda qo'shiladi. Ammo lekin shu joyimizdan 2 200 ming so'm. Doimgidek sizga foydali kanaldan chiqdim deb qo'ysa-ya bo'ldi. Like bosib, albatta obuna bo'lib, kommentariyalarda yozib qo'ydim desangiz 100 ming so'm skidkasi sizlar uchun albatta ishlab beradi. Yana keyin nimasi bo'ladi? Mana shu kanalga, sizga foydali kanalga kommentariya yozib, like bosinglar. Agarda 1,5 mingta like, 1,5 mingta kommentariya bo'ladigan bo'lsa, shu video ostida 2 dona drabilkamizni bepulga kommentariya orqali aniqlab olamiz. Bepulga siz obunachilaringiz uchun chiqarib beraman. Olov brend ostidan. Bo'ldi, gap so'z yo'q, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bitta narsa shu yerda aytib o'tib ketishimiz kerak. Kommentariyada albatta omad usta so'zini yozinglarda, tagiga bo'lsa nomerlaringni yozib qo'yinglar. Chunki sizlarda omad bo'lib, omad kelib, bizga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsalarning ikkita drabilkani yutib olishlaring mumkin. Telefon qilishadi o'zlari, to'g'rimi? Albatta, o'zimiz telefon qilib, kerak bo'lsa o'shalar dastavkasini ham ichida qilib, tekin qilib yetkazib beramiz. Faqat o'sha yutuqli 2 dona drabilkamiz. Juda ham zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, paytdan foydalanadigan joyda paytdan foydalanib, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Albatta dastavkalari tezlik bilan yetib boradi. Omajon aka, menimcha hammasini aytib o'tdik, qo'ldan kelgancha. Xalqimiz uchun mana shunday foydali texnikalarni ishlab chiqarishdan hech qachon to'xtamang. Telefon qilishsa albatta chiroyli qilib kutib olib, xohlasa chiroyli qilib berasiz. Bo'ldi. Gap so'z yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.